Salom hammaga, sizlar bilan yana Dalasi Bozorov YouTube kanali. Bugungi videoda biz Dream Draft orqali Real Madridning bu yilga, ya'ni bu mavsumgi tarkibini yig'ib ko'ramiz. Men Dream Draftni hozircha 2 marta o'ynab ko'rdim va bu so'nggi imkoniyatim bo'ladi. Ikkita imkoniyatni ham g'olib bo'ldim. 80 ta olmos ishlatib, 110 ta ishlab oldim. Ya'ni 30 ta foyda. Bu martasi esa Real Madrid tarkibini yig'aman. Endi boshladim. 40 ta olmos ishlatamiz. O'sha taktika Real hozir 4 ta himoyachi bilan, hujumchi bilan o'ynaydi. Hujumni tanlaymiz. Real tarkibi bo'lishi kerak, almashtiramiz. Va mana Real futbolchi chiqyapti. Endi qaysi birini tanlaymiz? Thibaut Courtois'nimi yoki Federico Valverde'ni? Yoki Rodri'nimi? Tepada 4 ta variant bor, pastda esa boshqa klublarniki. Oy. Qaysi biri? Courtois darvozaga. Tanlash kerak, tanlash. Federico Valverde, Rodri yangi transfer. Courtois darvozada turadi. Mana Courtois tanlaymiz. Chap qanot himoyasida Mendy keldi. Real futbolchisi bo'ldi. Hozirda Real o'ynayotgan bo'lsa bo'ldi. Yo'q, almashtiramiz. Va Dean Hayson chiqyapti. Xo'sh, bu yerdan yo'q. Va Eder Militao chiqyapti. Real Madridning yana bir himoyachisi. Kelasi mavsumda u ham o'ynaydi. Militao. Va Dumfries. Realning yangi transferi bo'lgan Denzel Dumfries. Voy, yana omadli Kylian Mbappe. Mbappe chiqyapti, qo'yo. Yo'q, endi Real o'yinchisi chiqmadi. Va Eduardo Camavinga chiqyapti. Yo'q, almashtiraymi. Rodri'larni yangi futbolchilarni bari olish kerak. Bernardo Silva'ni. Shuncha almashtiraman. Afsuski so'nggi imkoniyatda Real futbolchi tushmadi. Shu sababli bironta mashg'ulotdan futbolchini tanlaymiz va zaxiraga tanlayotgan futbolchilardan birontasini asosiyga qo'yib qo'yamiz. Biz Real futbolchilaridan shu 11 talik tarkib yig'sak bo'ldi. Nima uchun Real tarkibini yig'ayotganimni aytsam do'stlar, Real hozirgi yozgi transferlarda ko'p futbolchilar sotib olyapti. Bilmayman, 8 talab ketdi. SP, Nikopas, Endriklarni sotib olyapti. Yana Diomande, Olise to'g'ri o'xshamadi. Yana Cucurella, Dumfries, Konate, Bernardo Silva, Rodri'lar xullas ko'p futbolchilarni sotib olyapti. Shuning uchun tarkib boshqacharoq ketadi. Shuning uchun Realni tanladim uchun. Hozircha yangi futbolchilardan Dumfriesni oldik. Endi bu yerdan Bruno Fernandes tanlaymiz. Reyting bari farq qiladi. Xo'sh. Voy, reklama bermayapti. Mayli, Vitina tanlaymiz. Mana Jude Bellingham. Realning o'zgarmas futbolchilaridan bittasi Jude. Endi 10 qanot hujumiga yana reklama bermayapti. Neto tanlaymiz, tezlik oshiroq. Hujum o'rtasida esa Realda o'ynayotgan futbolchilar yig'amiz dedik. Ammo o'ynagan futbolchi Real Madridning afsonasi Cristiano Ronaldo chiqyapti. Zaxira kerak emas bizga. Xo'sh, hozircha biz 4 ta Real Madrid futbolchini olishimiz kerak zaxiradan. Mana talab tashlaymiz. Defendga mana Konate tushyapti.
ping-pong yo'q. Markazlikka olamiz. Xush. Saybari. Dani Ceballos, Real Madrid. Casemiro Realda o'ynaganligi hozirmiz. Xush. Bu yerdan Martinellining tanlasa ham bo'lar. Xush. Jesus. Afsuski o'xshamadi rejamiz. Realda o'ynaydigan futbolchilardan kam yig'dik. Men derdik. Ne qilaylikchi? Ush, ba'dan Ceballos bor. Berdan yo'q. Bitta Bruno Fernandes ortiqcha bo'lib qoldi. Shuncha Real futbolchisi yo'q deb bitta Bruno Fernandes ortiqcha bo'lib qolyapti. Mayli, Real tarkibiga olmagan bo'lsak ham zot 10 ta futbolchi oldik. Realda o'ynagan futbolchilardan 9 tasini oldi. Hozir o'ynayotganlardan bittasi esa avval afsona bo'lib ketgan Cristiano Ronaldoni oldik. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmasiz. Hammaga xayr, sog' bo'ling. Sizlar bilan Dalasi Bozor YouTube kanali bilan keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.